Yuzingga qon yuguribdi. Albatta, xom go'sht bilan tuxumni yuzimga qo'yib yurgandim. Oy. Bu nima bo'ldi? Qonab ketgunicha tirnog'ingni tishladingmi? Istaganimda buni to'xtatishim mumkin. Istaganingda buni qila olishingga shubham bor. Maktabda bunday qilganingni hech ham ko'rmagandim. Mabodo uyda muammo yo'qmi? E'tibor berma, qani ketdik. Hali darsimiz bor. Baholaringni yaxshilash uchun ko'p harakat qilishimiz kerak. Nima unutdingmi? Ketdik. Birinchi bor dam olishimizni o'zing aytding. Politsiya maktabga keladi. Ularga xabar berganiga aminman. Ota-onangga nima deding? Uyga qaytish vaqti bezorlar hujum qilganini aytdim. Meni deb yolg'on gapirishga majbur bo'ldingmi? Sonixonni hayotini o'zgartirish uchunmi? Yo'q. Agar ularga bor gapni aytganimda, mayli unutaver. O'sha tunda aralashmasliging kerak edi. Hattoki yaxshilab zarba ham bera olmaysan. Bunga aralashtirganim uchun kechir. Men aybdorman. Kechir emish. Buni sen boshlaganing yo'q-ku. Hammasi joyida. Demak, politsiya seni xavotirga solyapti. Shuning uchun asabiysan. Rostdan nimadir sodir bo'ldimi? Ha, tergovchilikman. Ma'lumotni hozir oldim. Ha, bu meni shaxsiy iltimosim edi. E'tibor uchun rahmat. Ha, tushunarli. Keling biror kun birga ovqatlanamiz. Ha, kelishdik. Sonixonni shaxsiy ma'lumotlari. O'zim ham bilgandim. Barcha muammo seni tanangda. Jang qila olmaganing uchun katta muammo bo'ldi. Seni do'pposlashlariga indamay qarab turding. Hatto o'zingni ham himoya qila olmaysan. Seni do'pposlashdi. Boksga tushishni avval o'rganishing kerak. Qani tur. Boksdagi asosiy harakatni o'rganamiz. Chap, o'ng, to'g'ridan chapdan. Bor uslub shunday. Shunchaki ketma-ket zarba. Raqibing qanday harakat qilishini taxmin qilishga harakat qilishing kerak. Undan so'ng uni ochiq joyga qarab zarba berasan. Demak, senga to'g'ri kelmaydi. Ko'p o'ylash kerak ekan-ku. Jismoniy qobiliyat eng muhimi. Oyog'ingni och. Birinchi martasi noqulay bo'ladi. Qani, mushlar bilan dahaningni himoya qil. Chap. Endi ur. Chap. Mana bunday ur. Chap. Qani shunday. Chapdan so'ng o'ng. Qani ur. Chap o'ng. Yana bir marta. Chap o'ng. Endi kuchliroq. Chap o'ng. Kuchliroq ur. Chap o'ng. Noqonuniy tug'ilgan farzand va odamova. Baholari ham rasvo. Birga 2 yil bir sinfda o'qishgan ekan. Birdaniga ular yaqin bo'lib qolibdi. Chap o'ng.
chap on. Oy, zarbalaring ancha kuchliroq chiqyapti. Nega sport bilan avval shug'ullanmagansan? Dadamga bu yoqmaydi. Farzandlari kuchli bo'lishini yoqtirmaydigan ota-ona. Ularni fikricha, jismoniy kuch bu kuch emas. Yo'q, tushunarli. Biror jarohat olgan bo'lsa kerak. Oy, bilasanmi? Oy, buni atayin qilmaganding-a? Qanday qilib tez qocha olding? Jangdagi asosiysi qanday zarba kelishini aniqlay olishing. Kel, jang mahoratini keyingi safar yana o'rganamiz. Zarbadan qochish, nozik joyini topish. Mayli. Sendan kitob so'rab tursam maylimi? Bugun mashq qilishim kerak edi-ku, o'zimniki maktabda qolib ketibdi. Mayli. Uyga keldik. Qani kiraver. Mayli. Sonixon, bu yerda nima qilyapsan? Shu yerda yashaysanmi? Nega yigitlar bunday joyga yig'ildik? Shirin narsa yegim kelgandi. Ama? Sen nima ichasan? Issiqqina muz solingan amerikano. Buyurtma qilgan narsamni ichaver. Nima? Voy, yortulkini qaranglar. Yuzing o'zgarganini sezgandim. Bu la'nati mahmoqni qarang-ku. Mahmoq emas, ahmoq. Men ham shunday dedim. Tilim aylanmay qoldi. Ixon o'yin oldida meni o'zingni sezmaganlikka olgan-sana. Ha? Nima, vijdoning qiynalmayaptimi? Nega yana uni uyiga kelding? Chunki Ixon maktabga kelmasam asabiylashadi. Maktabda asabimni o'ynamasligi uchun yoniga keldim. Nima, mumkin emasmi? Lekin sen bu yerda nima qilyapsan? Deding-ku. Ixon u yerda yashashini ko'rib, o'zing ham hayron qolding. Bu yolg'on. Bu yerda nima qilyapsan deganimda, Ixon emas, seni nazarda tutgandim. Odamni kuldirma. La'nati. Tushunmadim, nima? Nima eshitmadingmi? Hozirgina la'nati deb aytding. Og'zingga qarab gapir. Voy bu. Sharbat uchun rahmat. Qani o'tir. Nega maktabga kelmaganingni tushuntirgani kelgan bo'lsang, bugun seni tirik qoldiraman. Lekin ertadan maktabni qoldirma. Nega turibsan? Biror gaping bormi? Mana bu la'nati bu yerdan ketsin. Nega ekan? Uyingni yonida yurganimda, u yerdagilar bir ikkita gaplarni aytdi. Politsiya kelgan ekan-a? Ha? Bezorilar uyimizga bostirib kirdi. Politsiya jinoyatchilarni qo'lga olibdimi? Yo'q. Arizani qaytarib oldim. Nega? Bunga sababim bor. Uyimni yonida aylanib yurib, shuni ham eshita olmadingmi? Ha, to'g'ri. Jiddiy ish bo'lmagani uchun arizani qaytib oldi degan gaplar ham yurgandi. Hech kim shikastlanmagan, hech kim o'g'irlab ketilmagan, shundaymi? Men xavotir olib o'tiribman. Voy, mazali ekan. Bu nima o'zi? Karamel solingan makiato. Karamel makiato. Yaponiyadan keltirilganmi? Nima, qorning ochmidi? Kecha ertalab qolgan quti guruchni yegandim.
juda ham mazali ekan. Qanday qilib 2 kun ovqatsiz yashading? Qani ketdik. Senga ovqat olib beraman. Kech bo'lganda bezovta qilganimiz uchun uzr. Bolakay idishni o'zi yuvadi. Siz borib dam oling. Bu do'sting Segonga o'xshamas ekan. Bu yerga tez-tez kelib turaver, xo'p? Rahmat. Xonim shunchaki xushmuomala munosabatda bo'lgan yetib borgan bo'lsa kerak-a? Sen uchun bor kuchi bilan harakat qildi. Ketmaysanmi? Uyga borishing kerak emasmi? Ha, men shunchaki uyda xonalar ko'p-a? Oy, bu yana nimasi? Yotib qolsam maylimi? Nima uying yo'qmi? Bor, lekin sovuq. Gazni uzib qo'yishgan. Nech pul qarzing bor? Uyingda gazni uzib qo'yishmagan-a? Istasang ham to'lov qila olmaysan. Bugun to'lov qilsang ham ta'mirlovchilar ertaga keladi. Unda saunaga borib uxla. Unga pul beramiz, bu yerdan ketsin. Ota-onangchi, otaginam boshqa davlatda yuribdi. Oyim esa uyda. Aytgancha singlim ham bor. Sartarosh bo'lishni o'rganayotgani uchun o'sha yerda tunab qoladi. Undan keyin maktabga boradi, uyga kam keladi. Ko'rpani olib beraman. Bugun yerda uxlaysan. Men ham qolgim kelyapti. Otangdan gap eshitmaysanmi? Oyim bugun uchib kelgandilar. Ertaga qaytib ketadilar, shuning uchun bugun mehmonxonada tunab qolyaptilar. Dadamga oyim bilan tunab qolaman deb aytaman. Oyim menga do'stim bilan qolishga ruxsat beradilar. Nima? Uchalamiz qolsak, biroz joy yetmaydi.